Bugun sizga Tim Universitet platformasida qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatamiz. Birinchisi quyidagi havola orqali saytga kiring. Ikkinchisi profil yarating, ya'ni Create a new account tugmasini bosing, email va parolni kiriting va email orqali ro'yxatdan o'tishingizni tasdiqlang. Uchinchisi kirish. Login va parolingiz bilan tizimga kiring. To'rtinchisi dastur tanlang. Foundation yoki transfer. Beshinchisi kerakli dasturni tanlaganingizdan keyin ma'lumotlarni to'ldiring, ya'ni ismingiz, tug'ilgan sanangiz, telefon raqamingiz va boshqa ma'lumotlarni kiriting. Oltinchisi ilova shaklida o'z hujjatlaringizni yuklang. Pasport nusxasi faqat O'zbekiston fuqarolari uchun. Yettinchisi ingliz tili darajangizni tasdiqlang. Agar sizda IELTS kamida 5.5 bo'lsa, sertifikatingizni yuklang. Yokida ichki imtihon uchun ro'yxatdan o'ting. So'nggisi arizangizni yuboring. 3 ish kuni ichida siz bilan bizning xodimlarimiz bog'lanishadi.